Betakror ayollarimiz, go'zal opa-singillarimiz, man bu tarafga qo'yib olaydi. Sizlarga anaqa ko'rinmasin. Hozir o'tamiz. Kamerani ham joylashtirib olay. Assalomu alaykum hammaga. Yorug'lik sal kamroq tushibdi. Hozir 5 minutda qaytaman. Assalomu alaykum hammalaringizga. Ko'rib turganimdan xursandman. Mani buyuk sevgi qismlarim, mani ayollik qismlarim, mani opa-singillarim. Har biringizni bugungi 8-mart arafasida 7-mart kuni betakror ayollik energiyalari efirida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizga spontan g'oya kelib qoldi. Sizga sovg'a bergim keldi. Bugun erta tongdan sizga buni taqdim qilgim keldi. Уже kecha kelgandi bu g'oya. Bilasizmi, ayollik, biz ayol bo'lib tug'ilganimiz bu eng katta yuksak baxtimiz. Biz ayollik ona bo'lib yaratilgan bizada, bizga yaratuvchi o'zini yaratuvchilik xislatini bergan. Ya'ni har bitta ayol buyuk yaratuvchi hisoblanadi. Ya'ni bizda matka bor. Ayollikni eng go'zal energiyalardan biri bu bola yarata olish. Nafaqat bola yarata oladi, u ijod qila oladi, u hamma narsani yarata oladi. Oilani ham ayol yaratadi, sevgini ham ayol yaratadi. Butun g'amxo'rlikni, iliqlikni, uydagi iliqlikni, asl uydagi iliqlikni hammasini biz ayollar yaratamiz. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi sizga? Bugun bilaman, hamma ertangi bayramga tayyorgarlik ko'ryapti. Ayollarimiz o'ziga e'tibor beryapti. Sovg'alar olyapmizda. Erkaklar ham xuddi shunaqa. Mana bugun уже shu narsaga e'tibor berdim. Bizda ko'pincha shunaqa fikrlar bor. Faqatgina bayramda ayollar yoki erkaklar o'ziga nimadir sovg'a qiladi-da. Mana shu narsani man o'zgartirishni xohlardim. Har kuni sovg'a qilishimiz kerak biz o'zimizga. Har kuni bayramona kayfiyatda, har bir kunimiz bayram, haqiqatdan. Har bir kunimiz, har bir tongimiz bayram. Har bir kun bizga berilgan imkoniyat. Har bir kunni nishonlasa bo'ladi. Har bir kunni nishonlash degani bayram qilib o'tkazib yuborish kerak emas, albatta missiyani bajarish kerak, lekin bayramona kayfiyatda, o'zini sevgan holatda, o'ziga sovg'alar bergan holatda. Mana ko'pchilik bayramlarni yaxshi ko'radi. Nima uchun? Chunki bayramda hamma narsaga ruxsat berib yuboradi-da. Yangi yil bayramini yaxshi ko'ramiz. Nima uchun? Biz yangi yil bayramida o'zimizga oziq-ovqatlarni cheksiz olishga, dasturxonni cheksiz tuzatishga ruxsat beramiz. Bayramlarda ko'pincha o'zimizga sovg'a olishga ruxsat beramiz. Men demoqchimanki, faqat bayramda emas, har doim mana shu ruxsatni bera olish kerakda, har doim. Har doim bayram bo'lganda shu his o'tadi-da. Mana shu har kunimiz bayram. Har kuni mana shu energiyalarni o'zimga bera olishim kerak degan hislar o'tadi. Va siz ham xuddi shu narsani o'zingizga uстановка qilib oling. Har kuni imенно bayramni kutib o'tirmasdan o'zingizga sovg'alar qiling. Har kuni bayram yarating o'zingizda. Men ham har kuni haftada har kun o'zimga qarab bayramona kayfiyatda bo'la olmasam ham endi har xil transformatsion jarayonlardan o'taman. Lekin
ko'pincha bayramona, xuddi bayramga qanaqa tayyorgarlik ko'rsam, kunimni xuddi shunaqa boshlayman. Bayramona kayfiyatda. Siz bilan uchrashuvlarda ham xuddi shunaqa. Xuddi bir eng yaqin insonimni, xuddi bir sevgan insonni ko'rganda o'ziga yasanib boradi-ku 18 yoshda. Mana shu energiya, bu yoshlik geni. Uchrashuvga chiqqanda har birimiz o'zi qalbimiz siz bilan ayol kishi bo'ladimi, erkak kishi bo'ladimi, har birimizda cheksiz hurmatga arziymiz-da. Sizni hurmatingiz bor, man siz uchun yasanaman deb, hamda o'zim uchun, o'zimni hurmatim uchun. Siz ham ayol sifatida o'zingizni hurmat qilgan holatda o'zingizga har kuni bayram dasturxoni tuzing. Eng birinchi bo'lib o'zingizga sovg'a olib bering, eng birinchilardan bo'lib. Ya'ni boshqalarga emas, agar biz o'zimiz qolib boshqalarga podarka oladigan bo'lsak, albatta bu narsa bizga og'riq beradi. Albatta, har doim birinchi bo'lib sovg'ani o'zingizga oling, boshqalarga ham xuddi o'zingizga olgandek ololsangiz, ulashsangiz bo'ladi. Ana endi bugun men sizga ayollik haqida gapiraman. Tayyorgarlik ko'rishga ulgurmadim, lekin boshimda proyekt bor edi, yozib chizishga ulgurmadim. Kelgan informatsiyani beryapman. Chunki bugun bizadayam ozroq tayyorgarlik bo'ldida bayramga. Ana endi ayollik energiyalari bu qanaqa energiyalar? Bilasizmi, ko'pchilikda ayollik energiyalari hozirda bizni o'zbek mentaliteti ayollarida ayollik energiyalari judayam yopiq holatda. Qarayman, bunaqasiga qo'yib olay. Qorong'u, judayam qorong'u. Bunaqasiga qo'yib olsammikin? Sizga yaxshi ko'rinyaptimi? Qorong'u ko'rinyapti-da sizga ham. Menga qorong'u ko'rinyapti. Oydin bo'lmayapti-da kamera. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz ustoz? Rahmat, yaxshi. Bunaqa qilib yorug'lik qilib qo'ysak bo'lar ekan, mana bunaqa fonarikcha yoqib. Xo'p, davom etamiz, qizlar. Bilasizmi, bizda ko'pchilik o'zini ayolman deb o'ylashadi, lekin bizda biz aynan bizani mentalitetimizda ayollik judayam yopiq. Erkaklarga judayam yopiq biza. Ayollik energiyalari judayam yopiq, bo'g'ilgan holatda aynan bizada. Bizani o'zbek mentalitetimizda ayollar hozirgi energiyalarda rosayam yopilib ketdi. Ayol o'zini yopishni boshladi. Ayol ichidagi og'riqlarini o'rab tashlashni boshladi. Ayol o'zini yashirishni boshladida. Bizada erkaklar och ayollik energiyasida. O'zbek erkaklari, chet el erkaklari bunaqa emas. Chet el erkaklari och emas. Bizani aynan o'zbek erkaklari och ayollik energiyalariga, chunki ololmayapti. E'tibor bersangiz shu uchun erkaklarning telefonida har xil bizani balansimiz bo'lgan, jinsiy energiyalari yuqoriroq bo'lgan, o'ziga erkinlik bervorgan ayollarning suratlarini ko'rishadi. Ya'ni bizada judayam ayolligini ochgan qizlarimizga past nazarda qaraladi, yomon baho beriladi. Lekin eng asosiy bizani missiyamiz, eng asosiy rivoj beradiganimiz shu. Ayollik energiyalari o'zi qanaqa? Ayollik juda katta kuch-qudratga ega. Bizada har bitta ayolda, har biringizda juda katta kuch-qudrat bor. Biza o'zimiz bilmaymiz ham shu kuch-qudrat borligini o'zimizda. Ayolni o'zi tushunmaydi. O'zida naqadar katta kuch-qudrat borligini, o'zini go'zalligini. Bizada samootsyenka past. Bizada loyiqlik hissi judayam past.
Ya'ni qiz farzand, ayollar bizada aynan bizani o'zbeklarni karmasida ayollarni yerga urish kuchli. Ayollarni ichida o'zini yerga urish kuchli. Ayollar o'ziga sevgandan loyiq ko'ra olmaydi. Ayollar o'zidan jirkanadi. Ayol bo'lib yaratilganligidan. Ko'pchilik ayollarni ichida mana shu energiyalar bor. Har birimizda bor. Manda yo'q demang. Bor, har birimizda. Men shuncha ishlab o'tiribmanda bor. Bu juda chuqur o'rnashib ketgan programma. Biz O'zbekiston matritsasida yashaymiz uchun buni tushunamiz. Siz hozir shu matrisadan chiqib, Amerika matritsasiga borsangiz yoki Turkiya matritsasiga borsangiz, уже sezasiz, naqadar bizani o'zbeklarni ayollarini o'ziga bo'lgan qadri, o'ziga bo'lgan samotsenkasi, ishonchi naqadar pastligini, o'zini kuchli kuch-qudrati borligini sezolmagandim. Endi qarang jonlarim. Bizani kuch-qudratimiz nimada? Bizani kuch-qudratimiz bu shartsiz sevgi portali ekanligimizda, muza qilib yaratilganligimizda, yumshoqligimizda. Ko'pchilik ayollik makr deyiladi. Yo'q, makr bu bizga tegishli narsa emas. Men makr degan tushunchaga qo'shilmayman. Ayolda ochiq qalb bo'ladi. Ayolda donishmandlik bo'ladi. Ayolda haqqoniylik bo'ladi. Ayollik energiyalari haqida juda ham bilasiz. Birinchi energiyalardan biri bu donishmandlik. Birinchi energiyasi bu donishmandlik. Ya'ni donishmandlik nimaga javob beradi? Donishmandlik bu donolik bilan fikr yuritishga, donolik bilan pul topishga, farzandlarini tarbiyalashga, ilm oladi-ku ayol. Ayol kishi ilmli bo'lishi juda muhim. Ayniqsa ruhiy ilmlarni, borliq qonunlarni his qilishi judayam muhim hisoblanadi. Chunki ayollar yuqori olamni yer bilan ulaydi. Farzandni yer bilan ulaysizda. Donishmandlik bu siz donishmandlikka qizlarimiz ilm orqali keladi. Bu ilmni sizga o'zingiz onangiz tarafdan o'rgatilinadi. Bizada hech qayerda o'rgatilinmagan, onalarimizdan ko'pincha barbod qiluvchi energiya ko'chib o'tgan. Biza onamizni tamom bo'lgan holatda, barbod bo'lgan holatda, o'zidan kechgan holatda, energiyasiz holatda, eridan kaltak yegan holatda ko'rganmiz. Biza ayollarni shu holatda ko'rganmiz. Shuni ko'rib katta bo'lganmiz. Har biri shunaqa. Bo'lish ongi yo'q. Har birimiz bitta butun biza siz bilan. Og'riqlarimiz bitta. Kimdadir kattaroq bo'lsa, kimdadir kichkinaroq. Donishmandlik qachon ortadi ayol kishida? Chuqur vaziyatlar orqali ortadi. Endi karma yo'lida, nur yo'lida, sevgi yo'lida, ilmlar orqali. Hozir ilm orqali ayol o'zidagi donishmandlikni orttiradi. Ilm bu farqi yo'q. U ilm bo'lishi mumkin uyni toza tutish ilmi. Ilm bo'lishi mumkin farzandni o'stirish ilmi. Ilm bo'lishi mumkin farzandlarga, tanaga sifatli ozuqani berish ilmi. Ya'ni ayol ilmli bo'lishi kerak. Ayol farzandlariga, eriga, qaysi tanasiga qanaqa ozuqalar kerakligini, bolani qanaqa parvarish qilish kerakligini bilish kerak ayol kishi. Bizada mana shu narsaga e'tibor qaratilmaydi. Ham ruhiy ilmi bo'lishi kerak. Chunki ayol kishi, biz ayollar shunaqangi yaratilingan, biza shunaqangi cheksiz qirramiz bor. Bizani ongimiz shunaqa yaratilingan, yagona yaratuvchi tarafdan biza bir vaqtni o'zida cheksiz harakatlarni qila olamiz. Cheksiz o'ylay olamiz. Erkaklarda yo'q bu hislat. Erkaklar bitta fokusini qaratadi, bo'ldi. Bizada shunaqa hislat borki, biza ham ovqatimizni qilib o'rishimiz mumkin, ham darsimizni eshitishimiz mumkin, ham bolaga ham qarab ketaverishimiz mumkin. Ya'ni ayolda bir ruhiy ilm emas, ayol o'zini parvarish qilish ilmi bo'lishi kerak. Tanani parvarish qilish ilmi, farzandni dunyoga keltirish ilmi. Ilmlar ko'p-ku, mana shu donishmandligingizga javob beradi. Masalan, siz turmushga chiqqansiz-u, lekin farzand
tug'ruq jarayonidasiz, farzandli bo'lmoqchisiz, sizda ilm yo'q. Tug'ruq jarayonida qanaqa qilish kerak, qanaqa qilib nafas olish kerak, qanaqa qilib harakat qilish kerak, buni ilmi kerakda. Farzandnida qanaqa jarayonlar bo'ladi. Buni biza ko'pincha birinchi farzandni stress orqali mana shu ilmni vaziyat boshimizga tushsa o'rganganmiz. Agar ayol oldindan tayyorgarlik ko'rsa, o'sha ilmni olsa, donishmandligini yana ham oshirsa, yengil o'tasiz hamma vaziyatlarda. Butun farzandlarimiz, butun erkaklar, bilasiz, hammasi ayollarga talpinadi. Qiz farzanddan. O'zimiz ham bolaligingizni eslang. Hozir ham mana onangiz bo'lsa agar, onangiz bilan butun borliq to'lgandek bo'ladida. Uyingizga borsangiz ham onangiz bo'lsa agar, hamma narsangiz bordek tuyuladi. Ona hamma narsa. Biza ayollar, ona biza shu qadar kuchli. Farzand uyda onasi borligini bilsa, butun bag'rini to'la his qiladida. Xuddi mana shu energiya bor. Biza buni bilmaymiz, biza buni qadrlay olmaymizda. Mana shu narsani bugun his qilishingizni xohlaymanda. Erkaklar ham xuddi shunaqa, bilasiz, erkaklar juda chambarchas bog'liq. Ayol kishi o'zi hamma narsadan energiya olib yashashi mumkin, lekin erkak kishi bizga juda ham bog'liq qilib yaratilgan. Erkaklar bizasiz yasholmaydi. Erkaklar ayollar energiyasiz yasholmaydi. E'tibor bersangiz agar, men e'tibor berib ko'rganman-da, siz ham e'tibor berib ko'rgan bo'lsangiz, erkaklarni telefonini ochib qarasangiz, hammasi ayollik energiyalari. Agar ayolda energiya olmayotgan bo'lsa, ayollik energiyalari bilan to'la, farqi yo'q. Sevgi qismlarimiz bilan bizada yopiqda jinsiy energiya, ma'shuqalik, malaklik energiyasi yopiqda. Bizani ayollarni telefonini qarasangiz, o'zini qiziqishlari bilan to'la. Chunki undan energiya oladida ayol. Yuzni qanaqa parvarish qilish, qanaqa qilib fitnesga qatnash yoki psixologiya qiziqqan kishi psixologiya qarang. Ayol bir tomonlama bo'lishi kerak emas. Donishmandlik degani mingta qirrada donishmand bo'lishi kerak, ilmli. Donishmand degani ilmli. Masalan, oddiygina tikish ilmi bo'lishi kerak sizda. Ovqat pishirish ilmi, uyni bezatish ilmi, mana uyingizda mebellarni qanaqa joylashtirish kerak. Hamma narsa, suratlarni ko'rsangiz ham Instagramda ayol kishini qo'yib qo'yadi. Hamma narsa, dizayner ham ayol, uyda farzandlariga dietolog ham ayol, shifokor ham ayolda, hammasi bizda mujassam. Ya'ni siz shifokorlikni ham bilishingiz kerak, tabiblikdan ham xabaringiz bo'lishi kerak. Farzandni sog'-salomat yetkazish uchun, farzanddagi jarayonlarni bilish uchun biologiyadan ham xabari bo'lishi kerak. Shu uchun ayol kishi o'qishi shart, ayol kishi ilmli bo'lishi juda muhim. Ayol kishi tinimsiz o'zida ustida ishlashi, tinimsiz donishmandligini oshirishi juda muhim. Va albatta bu o'zini ishi bo'lishi kerak. Har bitta ayolni bu ham karyera, bu ham donishmandlikka kirib ketadi. Ilmli bo'lish bu birinchi energiyamiz bizani. Asosiy missiyamiz. Doimiy o'zimizda ustimizda ilmni oshirib borish, donishmandligimizni oshirib borish va shu orqali pul topish. Bu ham birinchi energiya. Ayol donishmandligi orqali pul topadi. Ayol o'zini ilmlarini, energiyalarini borliqqa ulashish orqali pul topadi. Va hamma qirrada, mana hozir mani o'zimda ruhiy ilmim bor. Bu mani missiyam. Sizga beraman shu ilmlarni. Bu mani missiyam, ruhiy ilmlar. Ruhiyatdagi ilmlar, qanaqa jarayonlar bo'ladi, psi maydonlari. Psi maydon degani siz ko'zingiz bilan ko'rib turmaydigan psixik maydonlar, poliyalar borda. O'sha poliyalarni tozalaydi. Ayol juda katta kuch-qudrat bilan o'zini uyini tozalaydi. Energetik olamlarni ham tozalab tashlaydida. Asl ayollik degan tushunchasi bor. Asl ayollik tushunchasi bu juda ham katta yumshoqlik, juda ham katta donishmandlik, juda ham katta buyuklik. Menda ham hozir juda ham cheksiz qirralar ochilgan. Misol uchun, qanaqa qirralarim bor?
man nutritsiologiyani ham o'rganganman. Man o'zim buyanish ilmini ham bilaman. Sochlarimni qanaqa qilib anaqa qilish ilmini ham bilaman-da. Mingta qirra. Sochlarimni qanaqa qilib ukladka qilish, ayollik energiyalari bu o'ziga qarash, o'ziga e'tibor berish, tanasiga uhod qilish, tirnoqlariga qarash, tirnoqlariga farqi yo'q. Manikyur qildirsangiz ham tozalik, tartiblilik. Yanishni xohlamasangiz ham yuzingizga uhod bo'lishi, baribir pardoz bo'lishi, taqinchoqlaringiz bo'lishi. Agar sizda hozirda hech qanaqa taqinchoqlar bo'lmasa, agar sizda hech qanaqa hozirda uyingizda burikalar ko'payib ketib, ko'ylaklar bo'lmasa, ko'ylaklar bizani bilasiz, ayollik energiyamizni rosa oshiradi. Man ham hozirgi vaqtda e'tibor berdim. Ko'ylaklarimni kam kiyayotganimni, endi yosh farzandim bo'lgani uchun qulayroqda menga burika kiyish qulayroq. Bola bilan har xil holda yurishim mumkin-da, qo'limda bola bilan. Shu menga qulay bo'lgani uchun shunaqa kiyimlar kiyyapman. Lekin ayol kishida albatta garderobida ayollik nafosatini oshiruvchi liboslar bo'lishi kerak, jozibador liboslar, ko'ylaklar, podarka qiling mana shunaqa narsani, tungi liboslar bo'lishi kerak ayol kishida. Va albatta taqinchoqlar bo'lishi kerak. Sizni jozibadorligingizni oshiradi. O'zingiz maza qilasiz. Taqinchoqlaringiz, xilma-xil sumkalaringiz, kiyimlar, oyoq kiyimlar. Bu albatta hirs ma'nosida emas. Bu o'zingizni sevganingiz uchun, ego uchun yoki hirs uchun aytmayapman. Bu o'zingizga bo'lgan sevgi uchun. Har biringizda o'zingizga sovg'alar qiling. Har xil anaqalar obraz yarating o'zingiz uchun. Donishmandlik o'sha birinchi energiyaga hamma narsa kirib ketadi. Mabuda ayol desak ham bo'ladi. Birinchi energiyani mabuda ayolda obraz bo'ladi. O'zini obrazlari bo'ladi. U obrazlarni o'zgartirib turadi. Qanaqadir bir kechalarga borganingizda ham obraz yarating. Agar bunda sizda kuch bo'lmasa, talab qilmang, chunki bizada ayollarda barbod qiluvchi energiya juda kuchli-da, o'zimizga nisbatan talab kuchli. Buni talabda umuman qilish mumkin emas. Bunga o'zingiz kelasiz. Hozir Malika davom etamiz, qizlarjonlar. Keyingi energiyamiz bu hissiyot. Ya'ni bu hissiyot muza obrazida yaratilgan bo'lsa, birinchisi donishmandlik bo'lsa, hammasi haqida gapiradigan, o'ziga qarab yurish, o'ziga uxotlar qilish, pul ajratish, loyiqlik. Bular hammasi donishmand ayol o'ziga loyiq ko'radi. Donishmand ayol tushunib turadi, erini qarang, shunchaki borligingizni o'zi, shunchaki uyda hech qilmasangiz ham hozir qilolmayotgandirsiz. Ko'nglingizdagidek qilolmayotgandirsiz eringizga, lekin shunchaki borligingizni o'zi erkak uchun bitta pul portali. Bemalol loyiq ko'ravering o'zingizni eringizni puliga. Bemalol sovg'alarga loyiq ko'ring. Donishmand ayol loyiq ko'radi. U o'zini energiyasini juda yaxshi baholay oladi va arzitadi o'zini. Xuddi shunaqa. Bu aqlli, ya'ni bilimli, ilmli ayol biladi, o'zini qadrini ham biladi. O'zini energiyasi nimalarga qodirligini ham ko'ra oladi, his qila oladi. Ikkinchi obrazimiz bu bizani muza obrazi. Muza obrazi bu hissiyotga javob beradi. Bu yumshoqlik, bu sevgi, erib, oqib ketishda erkakni oldida, yo'q keling, mana bizani energiyamiz qattiq energiya emas qizlar, bu ijodkorlikka javob beradi. Muza obrazi. Ayol kishi ijod qiladi, ayol kishi nafislik, bu hammasi muza obrazi. Nafis, yumshoq gapiradi. Biz qattiq gaplar gapira olmaymiz. Agar sizda ayollik oshib borsa, qattiq gapira olmaysiz, so'kina olmaysiz. Agar siz ayollik kurslarga erkaklik, qarang, men bunaqada, men o'zim uyg'onayotgan paytimda barcha erkaklik energiyalari meni tark etayotgan paytda hammasi chiqqan, erkaklik energiyalari chiqqan, qo'pol gap ham chiqqan, hamma narsa chiqib tark etib, erimga nisbatanda hammasi tark etgandan keyin
u energiyalar chiqib ketgandan keyin asl ayollik qolgan, yumshoqlik qolgan, yo'qkilik, egiluvchanlik, bag'rikenglik oqib ketasizda eringiz oldida, ular siz oldingizda erkin bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, qattiq energiyalar bizga mos. Umuman bizga mos emas ayollar. Ayol kishi juda yumshoq bo'ladi. Ayol kishidan mehribon bo'ladi. Ayol kishi sevgi obrazida. Ayol kishi sizga e'tibor bering, naqadar qattiqlashib ketgansiz. Bolalaringizga qanaqa gapirasiz, sevgi so'zlarini ishlatasizmi, ishlamaysizmi? Mana shu joylariga e'tibor qaratib ko'ring. Men juda ko'p ko'rdim, masterlardan ham ko'ryapman. Erkaklar qattiqlashib ketganligini, ijodkorlik yo'qolib ketganligini, erkaklik energiyasida harakat qilayotganligini, mana sochlarni, mana bu muza, bu sochlar, mana bu sochlarni qarang, ayollik energiyasi bilan erkakligini qayerdan farq qilib borsangiz bo'ladi. Erkaklik oshib ketayotgan ayol sochini kalta qirib, xuddi erkaklardek sochi unga xalaqit berish boshlaydi. Sochini qirqtirib tashlayveradi. Men ayollarni ko'rganimda, agar soch kalta bo'lganini ko'rsam, endi bu ikki xil ongga kesilishi mumkin. Soch bu programma saqlaydi-ku. Bu ma'buda ayol, bu sochlar, bu juda katta bizada datchik hisoblanadi. Sochni masalan qirqtirish mumkin. Ayollar qirqtirgisi keladi qachon? Qachonki bu eski programmalar, og'riqli programmalar bo'lsa, qirqib tashlagisi keladida, qirqadi, u o'sadi yana. Yana shunaqa ayollarni ko'rganman, ishbilarmon, biznesmen ayollarda sochini ko'rsangiz korotka, uzun soch qila olmaydi. Bu degani ayollik butkul yopilib ketgan. Hissiyot yopilib ketgan. Qattiq energiyalarda yashaydi. Yig'ib tashlagisi kelaveradi, sochi xalaqit beraveradi. Menda ham bir vaqtlar shunaqa bo'lgan. Qanaqa qilib sochimni yig'ib yurgan ekan, shu qattiq qilib deymanda, hozir shu qadar yumshoqlik ochilganki, sochimni qattiq qilib torta olmayman. Qattiq energiyada bo'la olmayman o'sha. Oldin shu qadar qattiq energiyalarga kirib qolgan ekanim. Ko'pchilik sochimni shunaqa qattiq qilib tortib olib yurardim. Doimda, endi ba'zi paytda to'g'ri keladi, sochingizda olasiz, har doim shu energiyada qanaqa qilib yurgan ekandim. Bu energiyada, ya'ni bo'sh, hattoki sochni bo'sh qo'ya olmasdimda. Yuragi qisib ketmaydimi sochini yursam? Ya'ni ayollik obrazida e'tibor bersalar, Rayhon, Shahzodani nega hammamiz yaxshi ko'radi? Erkaklar suratlarini ilib qo'yganimizda ayollik juda yuqori bo'lgan. Ayollik qadri yuqori bo'lgan. E'tibor bersalar, sochlari ham uzun. Juda latofat beradi. Uzun sochlar bu bizning ayolligimizni asosiy belgisi. Agar sizni hozirda sochingizni qirqtirgisi kelayotgan bo'lsa, sochingiz sizga xalaqit berayotgan bo'lsa, shunaqa ayollarni ko'rsangiz, bu degani ayol o'zini ayolligini unutib qo'ygan. Qattiqlashib ketgan, qattiq energiyalarda yashaydi, so'kib tashlaydi. Ishi borda, shunaqa ishlar bor. Qattiqlashtirib qo'yadi. Masalan, boshqaruvchi ishida ishlaydi ayol. Iloji yo'q, boshqarish uchun shart u boshqaradi. Ishi shunaqa unida. Shunaqa ayollarni, masalan, direktorlar, qaysidir bir korxonani direktori yoki biznes ledilar. Ularga e'tibor bersangiz, endi biznes ledilar ayolligini joyiga qo'yib qilsa ham bo'ladi. Bor bunaqa ayollarimiz ham. Lekin agar shunaqa aksariyat ayollarimiz pul topishga kirishib ketgan ayollar unutib qo'ygan mana shunaqa o'zini ayolligini. Va o'zingizga e'tibor berib ko'ring. Siz ham, sizni ham sochlaringiz sizga xalaqit berayotgan bo'lsa, doim tarrang qilib rezinkaga olib yurayotgan bo'lsangiz, hech bo'sh qo'ya olmasangiz, demak ikkinchi energiyalaringiz sizdan o'sha muza obrazi, energiya polingiz yo'qolgan. U poliyada siz yo'qsiz, harakat qilmayapsiz. U poliyadan o'sha qismingiz yo'q degani. Ya'ni muza, yumshoq ayol yo'q degani. Ayollikni yopadi qattiq energiya. Ayollikni yopadi qo'pol so'zlar. Ayollikni yopadi janjal qilish,
kimdir bilan borib qanqillatib janjal qilamiz-ku erkak bilan. Shulayapman. Men bilasizlarmi, ayolligim ustimda ishlaganim sari janjal, masalan, oldin erim bilan qattiq energiyalarda bo'la olardim-da, to transformatsiya paytida bo'ladi, chiqadi, chiqishi kerak. Sizda hamma erkaklarga isbot ongi, ayolligingizni rad etgan barcha programmalar sizdan chiqadi. O'shalar ochilgan sari umuman eringiz bilan ham qilolmaysiz. Qaysidir bir transformatsiya jarayonida anaqa qilmasam, уже yo'q, bunaqa shus-mus yo'q. Kimnidir haqorat qilish, kimgadir dilini og'ritish. Sizni qalbingizda faqat sevgi qoladi. Ayollik ochilganda sevgi qoladi. Ahayt, o'hayt deyolmaysizda, siz уже yumshoq sevgiga aylanasiz. Va buni hamma sezadi. Buni sezadi. Hamma sizga talpinadi. Erkak ham uyga talpinadi. Farzandlar ham uyga talpinadi. Chunki o'sha yumshoq sevgini, yumshoq taftni his qilgisi keladi-da, talpinadi. Bu ikkinchi, bu hissiyot, ijodkorlik, ya'ni hissiyot degani his qilasiz hammani og'rig'ini, bolangizni og'rig'ini, eringizni og'rig'ini, ayollarni og'rig'ini. Har bitta ayol bilan birlashib ketasiz. Ayollarga nisbatan tanqidingiz bormi? Borliq ayollarga nisbatan tanqidingiz bormi? Borliq ayollarni ko'rganingizda, ayolligini ochib yurgan ayolni ko'rganingizda sizda g'azab, qahr uyg'onib ketyaptimi? Bu degani rosa yopiq ayollik degani. Mana qaranglar, ijodkorlikda ayol shunaqa bo'ladiki, agar hozir bugun sizlarga instansiya o'tkazib beraman, bag'ishlov. Shu bag'ishlovda eshitasizlar, уже ochilishni boshlaydi. Men o'zim kosmik onamiz Anna Kamalaya Heforsni ayollik energiyalari instantsiyasini eshitdim to'xtatmasdan, haligacha eshitaman. Qalbni ochish instantsiyalarini eshitdim. Ana shu menga transformatsiya berdi. Butunlay ayollik bu bizni ichimizda bor-ku, o'sha uyg'onadi, o'sha gen. O'sha gen albatta transformatsiya beradi sizga. Agar juda ham erkaklik energiyasida bo'lsangiz, u chiqishni boshlaydi. U qattiq energiyalar chiqishni boshlaydi. U chiqib ketadi-da, urishgingiz kelib ketaveradi. Eringiz bilan shunaqa bo'lishi mumkin. Instansiyadan keyin xavotir olmanglar. Bizda ko'pchilik men yumshoqman deyishadi bilan maskada. Erkaklik maskasida, yumshoqlik maskasini tagida erkaklik isbot turgan bo'ladi-da. Biza uyni ishini ijod qilib qilmaymiz-da, biza majburlaymiz, uy ishlarini, ovqat qilishga majburlaymiz. O'zimizni missiyamizni majburlaymiz, talab qilamiz o'zimizdan. Chunki bu energiya bolalikdan talab qilinganda, qizligimizdan talab qilingan. Turmushga chiqqanimizdan keyin вообще bizda matrica shunaqa talab qiladi. Ular ko'rishgan, matritsada iloj yo'q, talab qiladi. Biz o'zimizdan ham talab qilib ketaveramiz. Mana shu ayollik ochilganda o'zingizda ochiladi ijodkorlik. Ovqat pishirish ham ijod bo'ladi, bolalaringizga qarash ham ijod bo'lib ketadi-da. Hamma narsa ijod bo'ladi. Ayol kishiga ijodkorlikdan pul keladi. Jinsiy energiya ham ijod bo'lib ketadi. Muza, ijodkor ayol, bu bizani ikkinchi hissiyotli, erkalanishga, yumshoqlikka, boshqa tarafdan oldin bizga qizaloqlik deb o'rgatilgan, endi u torroq energiya deydi. Qizaloqlik deb boshidan men shu energiyani qizaloqlik, hissiyotga javob beradi deb, men qizaloqlikka qo'shilmayman, hissiyot deb aytaman, chunki qizaloqlik hissiyotga javob beradi. Nomini o'zgartirgim keldida, qizaloq degim kelmadi, chunki biza уже qizaloq emas, biza уже donishmand ayol biza. Qizcha bo'lib olishimiz kerak emas, biza yosh bolalik pozitsiyasidan chiqishimiz kerak. Biza yosh bola emas, biza уже yetuk inson biza. Albatta, eringiz oldida qizaloq bo'lishimiz kerak emas, hissiyot bo'lishi kerak, erkalanishimiz kerak, bilib turishimiz kerak. Biza уже yetilgan shaxs biza. Qarorlarimizni o'zimiz chiqara olamiz. Donishmand ayol o'zini qarorlarini o'zi chiqaradi va buni erkak ham hurmat qiladi sizni. Ya'ni qirolichada, malika
obrazida sizni eringiz man ayollik energiyalarida ishlaganimda o'zingizni eringizga podsho deb qarashni boshlaysizda, o'zingizni malikalardek his qilishni boshlaysiz va malika bo'lganingizda hamma narsa sizga badastur bo'ladida. Malika o'zingizni malikalardek tasavvur qilavering va yarating shu sharoitni o'zingizga yarata olganingizcha. Yarata olmasangiz kurashmangda, bera olganingizcha beravering o'zingizga. Va albatta turmush o'rtog'ingizni podsholardek qarang. Turmush o'rtog'ingizga u sizni podshoyingiz. Xuddi shunaqa hurmat ko'rsating, xuddi shunaqa mulozamat. Podsho degani bu sizni boshqaradi degani emas. Bizani erkaklar boshqarishi kerak emas. Erkaklar просто erkaklar bizdan ilhom olishi kerak. Bizda o'zimizni qarorlarimizni o'zimiz chiqarish kerak. Ko'pchilik xo'jayin deydi erini. Mumkin emas shunaqa deyish. Turmush o'rtog'i deb ayting yoki podshoyim deb ayting yoki eringizni ismini aytib chaqirishingiz mumkin. Bizada 3-chi energiya bor. Bu 3-chi punkt bu jinsiy energiya. Ya'ni malaklik energiyasi. Malaklik energiyasi bu jinsiy energiyaga javob beradi. Ya'ni bizada mana shu jinsiy energiya juda ham yopiq. Bizada mana shu energiya bloklangan. Biz jirkanamiz. O'zimizni tana a'zoyimizdan jirkanamiz. Uyalamiz. Juda uyat kiritilingan. O'zimizni erimizdan uyalamiz. Men o'sha penyuarlar ko'rdimda, ayollikka doir kiyimlar ko'ryapman. Yozishyapti, voy buni erkakka kiyib bo'ladimi, buni erni oldida, voy buni erkakni oldida shunaqa qilib bo'ladimi? Albatta, biz erkakni oldida siz malaksiz, siz eringiz bilan ma'shuqa deb nomlasak ham bo'ladi. Endi ma'shuqa bu oldingi nom. Siz ma'shuqaga ham qo'shilgim kelmaydida. Biz уже jinsiy energiyaga ochilish kerak. Qanaqa qilib ayollik tarafidan ochilish mumkin? Albatta sizda tungi liboslar bo'lishi kerak, tungi kechalar uyushtirib ijod qilishingiz kerak. Ikkinchi ijodkorlik, muza obrazingiz orqali ijod qilishingiz kerak. Jinsiy energiya ham ijodkorlik bo'lishi kerak bizda. Albatta donishmandlik qismida jinsiy energiya bu albatta o'zini rohatlantirish uchun qiladi. Ko'proq o'zi uchun. Donishmand ayolda albatta hayot markazida o'zi turadi, erkak emas. Erkak sizga erishgisi kelsin, erkak ma'shuqaga, malakka erishgisi keladi, malikaga erishgisi keladida. Har kuni postellaringizni o'zgartiring. Har kuni uyingizda joylarni o'zgartirishingiz mumkin. Mana shu ayollik energiyasi joylarni o'zgartirish bu bekalikka xosda. O'sha malaklik energiyasida, jinsiy energiyada ochilish kerak. Jinsiy energiyaga nima ochib beradi bizani? Birinchi ochib beradigan narsa bu ayollikni qabul qilish, o'zini ayol ekanligini. Va ko'kraklarini, jinsiy organlarini ayol hurmat qilish, seva olishi, o'zidagi bo'layotgan jarayonlarni. Ko'pchilik voy ayollarga qiyin, erkaklarga juda oson, ayol farzand tug'adi, katta qiladi, ayol bo'lib yaratilganim nima keragi bor, ayolda har xil jarayonlar bo'ladi. Bizda jarayonlar bo'ladi, ko'p jarayonlar bo'ladi. Seving mana shu jarayonlaringizni, ayolligingizni, har bir organingizni, matkangizni, go'zal ko'kraklaringizni qanaqa shaklda bo'lsa ham, kichik shakldami, katta shakldami, hech ham ahamiyati yo'q buni erkaklar uchun. Siz sevsangiz bo'ldi. Erkak sevaveradi. Erkakka umuman ahamiyati yo'q. Erkaklarga umuman ahamiyati yo'q ayolni tanasini shaklini. Agar donishmandligingiz yuqori bo'lsa, donishmand ayol o'zini tanasini boricha seva oladi. Mana hozirda bilasiz, ortiqcha besim bor. Albatta bilaman, men nima uchunligini ham bilib turibman. Ortiqcha beslarim bo'lsa ham shu orqali o'zimni rosa sevaman.
va erkak ham sevadi sizni. Xuddi shu orqali ko'hlikkina yumshoq energiyangizni yaxshi ko'raveradi. Albatta o'zingizni sevsangiz, o'zingizni hurmat qilsangiz, o'zingizni jarayonlaringizni hurmat qilsangiz, farzand keltirib berganda tana ketma-ket 4 yil, 5 yil, 5 yil, 4 yil, 10 yil ichida 3 ta farzandli ko'rganman-da. Bu уже katta jarayon. Ko'pchilik ayollar 1 yil ustida ketma-ket farzandli bo'ladi, o'zini o'zi savalaydi keyin. Unaqa qilmang, savalamang o'zingizni. O'zingizni yaxshi ko'ring. O'zingizni hurmat qiling jarayonlaringizni. Albatta, birdaniga bunga kelolmaysiz. Qadam qo'ysangiz kelasiz, ochilasiz. Ochilishga tayyorman deb aytsangiz kelasiz. Ma'shuqa ayol bizda jinsiy energiyadan jirkanish bor. Biz jirkanamiz ayolligimizdan. Jinsiy energiyadan jirkanamiz. Buni man eshitganman ham ayollardan, voy buncha jirkanchlik bu narsa deb aytishadi-da. Uyalishadi, juda uyatli qaraydi. Ko'kraklarini ochib yurolmaydi. O'zini erini oldida uyalishadi. O'zini erini oldida raqslikka tushib berolmaydi. Arabeski tanslar ham ayollikni jinsiy energiyani oshiradi. Iloji bo'lsa arabeski tanslarga qatnashsangiz bo'ladi yoki ayollikni oshiruvchi mashqlar bor. Ularni qilsangiz bo'ladi. Aynan jinsiy energiyani, ya'ni birinchi chakrani ochib beruvchi energiyalar borda. Bular ko'proq sayr qilish, yerda o'tirish, suzish yoki raqs, bularni hammasi jinsiy energiyani oshirib beradi. Sport, fitness, o'zingizga yoqqan sport bilan shug'ullanish, bular hammasi jinsiy energiyani, gormonlarni joyiga tushiradi. Va ayol albatta tanaga e'tibor berish kerak. Tanaga e'tibor berganda ayol tanaga qaysi vitaminlar, qanaqa ozuqalar kerak, bunga e'tibor berish kerak. Manda mana shular orqada qolib ketganda ma'shuqa sifatida, malak sifatida o'zimni tanamga qaray olmaganman-da, e'tibor qilmaganman. Ya'ni ruhiy rivoj orqada bo'lgan, to ruhiy rivojni joyiga qo'yib olaman deganimcha tanamda ham protsesslar ketib qolgan. Uyg'onishda kuchim yetmay qolgan. Tanam bilan birga ketishda ketma-ketman uyg'onishda davom ettirganim uchun ham shu arada farzandlik ham bo'lganim uchun ketma-ket albatta tanada protsesslar bo'lgan. Lekin sog'lom tana. Qarang, agar sizda matkada, ayollik organlarida qanaqadir bir kasalliklar bo'lsa, demak immunitet tushib ketgan. Fizikani ham biz rad etmaymiz. Immunitet tushib ketgan, umuman qaramayapsiz tanangizga, umuman e'tibor bermayapsiz. O'zingizga batlar olib berish kerak. Biologik добавкаlar chiqqan. Hozirgi yeyotgan taomlarimizga vitamin yetishmaydi. Gormonalni o'zgarish ham jinsiy energiyadan bizani bloklaydi, albatta fizika ham. Sizda gormonlar o'zgarganidan keyin albatta sizni jinsiy energiyaga tortmay qo'yishi mumkin. Hozir joygacha sizda savollar yo'qmi? Yozib boring. Savollar bo'lsa javob beraman. Qaranglar, endi jinsiy energiyadan biza shu qadar bloklanganki biza ayolligimizdan jirkanamiz, ayollik organlarimizdan jirkanamiz, uyalamiz, o'zimizni yerimizdan hattokida uyalmang. Mana shu uyat hislarini bugun eritamiz. Jirkanish bu o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Jirkanish bu bizada uchib yuradi matritsada. Yoshligimizdan aytilganda, voy o'ringni yopib ol, voy erkaklarga yopib tashalganda biza, erkaklarga ochilma, yigitlar bilan gaplashma deyilgan. Bizaga shu uchun yopilib ketganmiz. Va
nimalar oshiradi? Mana shu aytgan narsalarim albatta batlab yurishingiz kerak, biologik добавкалab tanangizga yordam berishingiz kerak. Bular gormonlarni joyiga tushiradi. Chunki ketma-ket tuqqanda bizada oqsil kamayadi, kalsiy kamayadi, gemoglobin tushib ketadi. Bularni hammasi ta'sir qiladi bizani energiyalarimizga, terimizga, qarib ketishiga, teringizda namlik yo'qolishiga. Albatta sizda vitamin C bo'lishi kerak, vitamin D bo'lishi kerak. Vitamin D juda kerakli vitamin. Vitamin D man kanalda ham ulashdim. Vitamin D bu quvnoqligingizga ikkinchi obraz bor-ku, muza. O'sha yetishmaydi-ku, kayfiyat tushib yuramizku so'lg'in. Vitamin D energiya beradi bizaga. Shaddodlik, sho'xlik energiyalarni beradi. Yengillik. Muza yengil bo'ladi, juda yengil, nafis bo'ladi-da. Ayol shunaqa yaratilgan. Endi ma'shuqalikda albatta sizda tungi liboslar bo'lsin, kirib ko'ring, oling, o'zingizga ruxsat bera olganingizcha oling o'zingizda va kechalar uyushtiring. Bolalaringiz katta-katta bo'lsa, buvasinikiga jo'nating, eringiz bilan kechalar uyushtiring yoki eringiz bilan albatta sayohatlar tashkil qiling. O'sha joyda erkak bilan albatta bo'lsin. Agar hayotingizda hozir erkak bo'lmasa, erkakka ochilish ustida ishlang. Juftingiz bo'lmasa, birinchi bo'lib juft topish ustida ishlang. Qarang, ayol kishi juft topolmayotgan bo'lsa, ayol kishini oldida erkak yo'q bo'lsa agar, ayolni rosa ayolligi yopiq degani. Mana 4 ta energiyadan birortasi ishlamayapti deganda, hammasida kemtiklik bor degani. Bittasi bo'lsa ham o'sha bittasi uchun ham qola oladi erkak sizni oldingizdan. Hammasi yo'qolsa agar erkak ketib qoladi oldingizdan, bo'lolmaydi oldingizda. Keyingi energiya bu oxirgisi bizani bekalik energiyasi, ya'ni bekalikni boshqacharoq nomlagim kelyapti-da. Bekalik energiyasi nimaga javob beradi? Uyingiz tozaligiga, saramjon sarishtaligiga, uyingizdagi mebellarga, jihozlarga, man buni ayollik energiyalarga aytganman. Yana baribir ham bu qayta-qayta aytilishi kerak. Ba'zi bir uyg'onarkanda man shunaqa narsa eshitganku, man bilamanku, man yo'q, bilganingiz bilan o'sha bilim qayta-qayta yangilanarkan. Man necha marta shu bilimga qaytganman o'zim. Eshitayotganda man bu bilimlarni bilaman deb ko'pchilik bloklab qo'yadi-da o'zidan. Voy, buni eshitganman. Yo'q, bular o'sha yangi stansiyadan. Ayollik har safar yangilanavergan. O'sha ilm chuqurlashgan. O'sha bilgan ilmim birinchi marta kirib kelgan bo'lsa, birinchi proyeksiyada yana chuqurlashgan. Siz bu bilimlarni bilaman desangiz agar bloklaysiz o'zingizni. Hozir ochilishi kerak bo'lgan yangi formatdagi ayollik energiyasini o'zingizdan bloklab qo'ygan bo'lasiz. Ya'ni beka nimalikka javob beradi? Uyida chiroyli gullar keltirib qo'yadi, uyida suvenirlar qo'yadi beka ayol. Beka ayol xizmatkorlik obrazida bo'lmaydi hech qachon. Bekaga yordamchilar bo'ladi qo'lida. Yordamchilar ishlatadi, lekin bolalarga shirin ovqatlar bo'ladi. Bolalarni nima yeydi, qaysi bir inson nima ovqatlanadi, farzandlari nimaga qiziqadi, farzandlarni bo'sh vaqtini qanaqa qilib tashkillashtirish kerak, tashkilotchilik ishlarida, uydagi tashkilotchilik ishlari. Uy erkakniki emas, uy bizaniki, uyni bekasi biza. Erkaklar umuman agar ayol bo'lmasa, erkaklar uyam kerak emas, erkaklarga kiyinish ham kerak emas. Ayol uchun olib beradi uyda. Ayol uchun keladi uyga. Erkaklarga shu bir xonalik uy bo'lsa, shu yedi ichsa ketadi-ku, ayolsiz it turish nima edi? Mirzo yotish, it turishmi? Shunaqa holatga tushib qolishadi. Ayol bo'lmasa hech narsa qiziq bo'lmaydi. Ayollarga qiziq. Bizga qiziq. Biz shundan energiya olamiz.
bekalik rosa energiya beradi. Bu o'zingizga yoqqan chiroyli choynaklarni ishlatishingiz, buyumlarni ishlatishingiz, bokallar, idishlar, tovoqlar juda muhim mana shu energiyalar ham. Chunki siz bundan energiya olasiz. Uyingizni oboi sizga yoqishi, uyingizdagi tanlangan parda sizga yoqishi, uyingizdagi mebellarni rangi sizga yoqishi juda muhim. Erkakka emas sizga yoqishi. Chunki bundan siz energiya olasiz. Agar nimadir yoqmasa, albatta uni almashtirish kerak yoki qabul qilish kerak hozirchalik kurashmasdan. Chunki mayli. Albatta, bular juda katta energiya beradi. Sizni rosa energiyaga to'ldiradi. Mana shular. Sizni uyingizni ko'rinishi, uyingizni o'zgargan bo'lishi, lyustrangizni sizga yoqishi, ob'oylaringiz, oshxona buyumlaringiz, uyda qulaylik bo'lishi, uyda shinamlik bo'lishi, rosa qulaylik yaratib olishingiz kerakda uyda. Rosa qulay bo'lishi kerak. Kir yuvadigan mashinka bo'lishi, idish tovoq yuvadigan mashinka bo'lishi, uyda yordamchi bo'lishi, bolalaringiz o'zizni energiyangizdada yordam bor shunaqa erkak zo'r daromadga chiqqan, 500, 200, 300 dollar bilan hal bo'ladigan energiyalarni ayol hal qilolmagan. Birinchi energiya loyiqlik yo'q, ikkinchisi bekalik yo'q. Komfort yaratishingiz kerak o'zingizga. Shunaqa bo'lishi kerakki, uy siz uchun komfort bo'lishi kerak. O'zingiz yaratolgancha, albatta yaratolgancha, qo'lingizdan kelgancha, yaratganingizcha yaratib olishingiz kerak. Agar uy sizga komfort bo'lsa, uyingizga kirganda maza qilsangiz, uyingiz dil tortar bo'lsa, uyingizda har xil gullar, suvenirlar, uyni bezatish, bularni hammasi mana shu 4-energiya. Tashkilotchilik energiyasi, bekalik energiyasi. Uydagi qarang, uyda nima qolgan, nima tugagan, uyga nima kerak, qaysi oziq-ovqat kerak, buni ayol kishi biladi. Uyda mana bu narsa tugagan, bu narsa bor, bu narsa yo'q. Uyda tish pasta tugagan, tish shotkalarni 3 oy bo'ldi ishlatganimizga uni уже almashtirish kerak. Qishki kiyimlarni yozgi kiyimga almashtirish kerak. Gilamlarni yuvish kerak. Buni ayol tashkillashtiradi. Uydagi tozalikni. Agar uyingiz kir bo'laversa, bolalaringiz kasallanadi. Bolalaringizni sog'ligi ketadi. Buni ayol kishi tashkillashtiradi. Erkak kishi bu haqda o'ylamaydi, e'tibor bersalaringiz. Erkak kishiga siz agar tashkillashtirib aytsangiz, uni qilib beradi sizga. Sizga u yog'ini ungacha o'ylashmaydi. Siz o'ylaysiz, chunki bu bizani energiyamizda. Uyda tozaligi sizga muhim. Mana shu masalan oddiygina farzandlaringizni hammani farzandlarga e'tibor berish, e'tibor qaratish, sochiqlarni almashtirib turish, har nechadir oyda dezinfeksiyalab turish, gilamlarni har yili yuvish, bularni hammasi o'zingiz yuvmaysiz albatta. Buni turmush o'rtog'ingizga aytsangiz, turmush o'rtog'ingiz ham, o'zingiz ham qilsangiz bo'ladi. Buyurtma qilib pulga hal qilasiz. Qaranglar, bu degani o'zingiz o'tirib olib qilishingiz shart emas. Uni qildirib turasiz. Hammasini. Albatta bunga sizga erkak kishi yordam beradi, albatta. Bularni hammasi 4-energiyaga javob beradi. Va mana shu energiyalar bizga ato qilingan. Bular уже yoshgina bolachalar biladi bu narsani. Bu onalik energiyasi desa ham bo'ladi. Onalik. Qaranglar, shuni onalik deb nomlaylik, bekalik emas, bu onalik energiyasi. G'amxo'rlik qiladi bolalariga, oziq-ovqatlarni beradi, bolalarni uxlatadi. Bolalar yotganda joyi issiqmi, usti issiqmi? Faqat bu erkakka nisbatan kerak emas bu energiya, chunki erkak sizni sherigingiz, sizni bolangiz emas. Onalik energiyasi ortib ketsa, bu уже ayollik energiyasining buzilishi hisoblanadi. Bekalik ortib ketsa, siz eringiz sizga bola bo'lib oladi. Qirolichalik oshib ketishi bor, tushib ketishi bor energiyalarni. Bular sizga qiziqmi? Agar qiziq bo'lsa, aytib o'taman, qiziq bo'lmasa yo'q. Men xohlagan uyni aytyapsiz debdilar. Har birimiz xohlaymiz. Buni yaratasiz.
yarata olasiz. Faqat o'zingiz qilishingiz kerak emas. Masalan, mani vaqtim yo'q ertalabgacha qilishga. Agar men ertalabdan men uydaman kuni bo'yi. Bolalarimga mehr beraman, erkalataman qarang. Juda ko'pchilik bolalarimga mehr beryapman deb o'ylashadi. Aslida bolalarga barbod qiluvchi energiya beradi. Sababi o'zidan voz kechishadi-da. Donishmand ayol o'zini qiziqishlaridan voz kechmagan holatda hammasini tartibga keltira oladi. O'zidan voz kechmaydi. U biladi hayotida markazida o'zi turganini. Farzandi uchun ham o'zidan voz kechmaydi, eri uchun ham. Agar siz o'zingizdan voz kechsangiz, o'zingizni qadringizni bilmasangiz, buni bolalaringiz, eringiz akslantiraveradi. Bolalaringiz sizni bir tilga olmaydi, so'zingizni ham bir tilga olmaydi. Bu degani siz o'zingiz bir tilga ham olmayapsiz degani. O'zingizdan voz kechyapsiz. Endi yana bitta narsa, uyda beka uy ishlarini taqsimlab beradi bolaga. Masalan, bolalaringiz kichkina bo'lsa, hamma ishni o'zim qilishim kerak degan emas. Tarbiyalash, asl tarbiya. Bolaga asl tarbiya berish qanaqa bo'ladi? Bu onalik energiyasi, bu 4-energiya. Bu juda muhim energiya, juda muhim energiya. Uyda ishlarni ham taqsimlashingiz kerak. Masalan, uyda 3 ta farzandingiz bor. 3 ta farzandingizga biz o'sha farzandlarga kichkinachaligidan o'rgatishni boshlashimiz kerak. Vaqt ajratishingiz kerak. Bolaga 10 kerak bo'lsa 10 marta o'rgatilishi kerak. Ota ham vaqt ajratishi kerak, ona ham. Faqat ona emas, ota ham vaqt ajratishi kerak, xuddi sizdek. Bolaga vaqt ajratish kerakda, unga o'rgatish kerak. Masalan, qo'llarini oddiy yuvib qo'yishni biz o'rgatmasdan talab qilamiz. 10 marta o'rgating, keyin talab qiling. Masalan, men sizga darsni bermasamda, tushuntirmasamda talab qilaversam. Masalan, mana shu misolni qanaqa yechilishini sizga o'rgatmasamda talab qilaversam. Bolaga o'rgatasiz, 10 marta ko'rsatasiz. Mana shu narsani mana bunaqa qilinadi. Men kecha o'g'limga krossovkasini qanaqa qilib bog'lab qo'yishni o'rgatdim. 3 marta o'rgatgandim. Injiqlik qilayotganda nimaga dada menga bunaqa krossovka olib bergan debdi. Kel damaydi bolam o'rgataman senga, vaqt ajratasiz. Ko'pincha vaqt ajratmaydi-da ayollar. Eng asosiy vaqtini barbod qilishga, qaynonasini o'ylashga, o'zini o'ylashga, erini o'ylashga sarflashadi. Bu yerda bolalar ham o'sib kelayotgan bo'ladi. Bu energiya esidan chiqib qoladi. Vaqt ajratish kerak bolalarga, bittalab o'rgatish kerak hamma narsani. Masalan, uyda ish bor, mana shu ish bo'linishi kerak. Katta farzandga, kichkina farzandga uchalasiga teng qilib, qo'lidan kelgancha. Masalan, kechqurun joylarni solish kerak. Katta o'zimni sizni o'zingizni vazifangiz bor, uni bolalarga yuklash mumkin emas. Bola o'zini ishini o'zi qilishi kerak. Masalan, ko'pchilik onalar bitta qizini o'ziga yo'rtak qilib olganda, qul qilib olgan. Kelajagini barbod qilib tashyapti. U foydalanishga komfort buyum u. Uni oladida bitta pollatda qiladi uni. Juda komfort qilishadi, keyin o'ylab o'tirishadi-da ko'pchilik. Voy, mani qizimni qaynonasi ezib tashlayapti, mani kuyovim ezib tashlayapti, qo'ymayapti, erkinligi yo'q, ertalab uyimga ham qo'ymayapti. Bu nima degani? Sizni o'zingiz shunaqa energiya bilan tarbiyalagansiz bolani. Qarang, qanaqa bo'lishi kerak? Qarang, o'zingizni vazifangizni yuklab tashlayvermaysiz-da. Ona, masalan, siz ovqat qilayotgan paytingizda sizni o'g'lingiz bor 3-sinf deylik, qizingiz bor 7-sinf deylik, taqsimlash kerak ishlarni qila olgancha. Hamma 4 yoshli bola o'zini kirini bemalol ajratib qo'ya olishi kerak. Bu oq kirlar, bu yechib kiyimini kirlarga tashlash kerak. Mani o'g'lim misol uchun 8 yosh bo'lsa, men unga bemalol o'rgatsam bo'ladi. Ovqatini o'zi olib keladi, kiyinadi, o'zi ketadi. Undan keyin kiyimlarini ham o'zi taxlab qo'yadi. Buni o'rgatishingiz kerak. Mana bu sani javoning, o'zingni kiyiming, o'zingni joyingni o'zing yig'ib ket. Bizda shunaqa-ku, o'qimasa ham kenja qizga qildirmasak ham katta farzandlarga hamma mas'uliyatni yuklab qo'yamiz, o'zimiznikini ham yuklab qo'yamiz. Mumkin emas. O'zingiz ishingizni o'zingiz qilasiz. O'zingizga kerak bo'lsa, masalan, o'zingizga qoshiq kerak, bir narsa kerak. Bolangizga aytsangiz, bolangizni xohishi bo'lsa, o'zingiz turib olib kelasiz. Bola ham o'zini idish-tovog'ini o'zi etib qo'yib, o'zi yuvsin. Ya'ni taqsimlansin. Bitta o'zingiz barbod bo'lib qilmang. Masalan, bugun og'irroq ovqat bo'ladigan bo'lsa, bolalaringizga o'rgating.
bola mustaqil bo'lishi kerak. Bola o'ziga o'zi ovqat pishira olishi kerak. Ha, deb ko'chadan ovqat sotib olib yeyavermaydi-ku. O'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi, farqi yo'q. O'zini o'zi shu ilmni berishimiz kerak biza. Bola o'ziga shirin taom pishirib yeb olishi kerak tanasiga. Masalan, mani turmush o'rtog'im, biz ikkalamizdan bosh farzandmiz. Bizaga mas'uliyat ko'proq tushgan. Shu uchun juda mas'uliyatli bizada. Mani turmush o'rtog'im ham bemalol man ketganimda o'ziga ovqat qilib oladi, o'zini narsalarini o'zi uklay oladi, o'zini bemalol qilib oladi. Shunaqa o'g'il bolalar bor, ovqat qila olmaydi. O'ziga ovqat pishirib yeyolmaydi. Onasi kelguncha o'tiradi, qorni och. Bu nima degani? Bolaga o'rgatilinmagan. Charchab ketasiz siz. Uni qilib berolmaysiz siz. O'sha 4 yoshli bolaga kichkina o'sha qorningizdaligidan o'rgatishni boshlash kerak. Bola o'rganadi, o'rgatilinsa, qunt bilan, sevgi bilan vaqt ajratilsa, juda oson va yengil yashaysiz. Bolalar sizdan foydalanmaydi. Voy, turing ona, sizni vazifangiz-ku, o'zingiz qiling demaydi. Bolaga donishmandlik bilan tarbiya qilish kerak, o'rgatish kerak. Asl tarbiyani berish kerak. Talabda emas. O'zingizni ishingizni yuklasangiz, bola dod devoradi, e'tibor bering. Boshidagi masalan, o'zini ishlarini qildirtirishga o'rgatasiz. Endi ukasini hammasini shunaqa teng taqsimlash kerakki, odilona, adolatli. Bitta katta farzand ishlab qolganlar o'tirish kerak emas. Hammasiga taqsimlanishi kerak. Masalan, bizada shunaqa bo'lgan. Bo'lmasa abida qolib ketadi. Keyingi bolalarda abida qolib ketadi. Qaysi farzandga ko'proq yuk tashlayotgan bo'lsa, ukasini yomon ko'radi, uradi, g'ash keladi. Uni vazifasini ham bunga tashlab yuboryapsiz-da. Masalan, idish tovoqlar u yerda bitta siz farzandingiz ovqatlanmadi-ku. U yerda siz ham ovqatlandingiz, eringiz ham ovqatlandi, 3 ta bolangiz ovqatlandi. Hammasini katta farzandingiz borib yuvishga majbur emas-ku. Mana shu joylarga e'tibor berasiz. Taqsimlaysiz ayol sifatida. His qila olyapsizlarmi shu joylarni? Erim pul topsam, senga aqlli hamma sharoit bor uy qurib beraman deydi. Bitta knopkani bosib ishlatadigan mebellar bilan jihozlab beraman deydi. Zo'r, judayam super. Barfina, assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Erim mendan ayb topishidan xafa bo'laman. Nima qilsam bo'ladi? O'zingizdan o'zingiz ayb topasiz-da, Barfina. Shu uchun eringiz shuni namoyon qilib beradi. Ha, qiziq ayting debdilar. Qiziq aytaveradi. Qiziqmi? Aha. Masalan, banka yopish borda, bankalarni yopasiz-ku, har xil. Masalan, man banka yopgim kelmadi, o'zimga ruxsat berdim, bekalik energiyasida. Ruxsat berdim. Qarang, hozir shunaqa bor, bankalarni yoptirsangiz bo'ladi yoki shunaqa ruxsat berib yubordim, yashigi bilan keldi o'sha bolgarskiy ham, pomidorlar ham. Uyimizga yashigi bilan erim qishni kuni keltirib qo'yadigan bo'ldi. O'zingizga ruxsat beravering. Biza banka yopadi, qishni g'amini bilasizmi? O'sha bankalarni yopish qanaqa ongda qilingan? Oldin qizg'anchiqlik ongida qilingan. Ya'ni, voy, qishni kuni olyotadimi shuncha pulga qilamiz. O'sha ongni eritasiz. Bu qizg'anchiqlik ongida bo'lmasin. Xohlab qilsangiz bo'laveradi, men xohlayman. Masalan, menga pomidorni sok yoqadi. Maza qilaman. Yoki juguchkalar, o'zim tayyorlagan juguchkalarni yaxshi ko'raman. Kompotlar qilaman man ham. Buni endi yoptirmoqchiman. Yordamchimga yopib berishadi, pulini berasiz-da. O'zim qilgim kelsa qilaman. Oldin o'zim qilardim. Shu yil umuman yopmadim. Shu yil faqat kompotlar yopoldim, lekin unaqa yopmadim. Hozir bilsalar juda yengillik chiqib ketgan. Hozir har xil fabrikalar bor. Xuddi o'zingizdek qilib berishadi. Faqat ishonchlisiga topshiring. Hammaga ham berib yuboravermang. Ishonchli. Hal qilsangiz bo'ladi. Bular ayollik energiyasi hammasi. Shirin taom bo'lishi, uyda issiq ovqat bo'lishi, uyda qulaylik bo'lishi, uni tashkillashtirasiz. Bu degani hammasini ayol qiladi degani emas. Yordamchi yollasangiz ham, mana bizani uyda ham yordamchim bor, uy ishlarini qiladigan, farzandimga qaraydigan, lekin Jasurga ham o'zini ishlari bor, Jasurda.
Katta o'g'limda Jasur 3-sinf. O'zini vazifalari bor. O'zini ishlarini qiladi. Mana shunaqa farzandlarim ham shunaqa o'rgatasiz bolalarga bittalab. His qila oldingizlar? Endi bizada 5 minut tanaffus, savollar bo'lsa javob beraman. Hozir shamollaganman. Savollar bo'lsa javob beraman. Keyin identifikatsiya qismiga o'tamiz. Ayollikni ochish bo'yicha bugun sizlarga identifikatsiya savob qilaman. Kristalni kechga tashlab qo'yaman. Kristal bilan qanaqa ishlashingizni aytaman men sizga. Keyin audioda aytaman, kanalda bo'lib tursalaringiz. Zo'rku bu ayollik energiyasi bu. Ayollik energiyasini ochishga qaratilgan identifikatsiya bo'ladi. 5 minut tanaffusdan keyin gapirganlarim ayollik energiyasi. Keyin ayollik energiyasi bo'yicha men darslarim bor. O'shani ham eshitib chiqing birsidir. Eshitib chiqqaningizda rost o'ylanasiz ayollik energiyasida. Bizada Muhtaram opa borlarmi shu yerda? Muhtaram opa eshitganlar, shunaqa qizaloqlik ochilib ketgan, shunaqa zo'r unaqa qilibdi-da, o'sha energiyalarga ulanganlar. Qizaloqqa qilib beradi-da, erlari pullar ketirib berayotgani haqida aytdilar-da, yozdilar. Qaysi kursda o'qisam bo'ladi? Rostdan ham hozir angladim. Hozir erim gapirmaykanmi deb kiyinaman. Balkim ichimdagini aytayotgandir. Erkak birga-bir bizni aksimiz. Barfina. Erkak to'g'ridan-to'g'ri sizni programmalaringizni ayovsiz ko'rsatib beradi. Ayovsiz ko'rsatadi erkak. Og'riqli ham ko'rsatadi. O'zingiz energiyangiz, o'zingiz ichkaridan ruxsat bera olmayapsiz. Savol qaranglar, savolni tashqarida emas, ichimizda u hamma. Menda qirolichalik energiyasi 83%, bekalik 33%, qizaloqlik 33%, ma'shuqalik 33% chiqdi testdan. Aha, Nasiba, o'sha yerda test bor edi. Молодец. Qilib ko'rgan bo'lsangiz, anaqasi ham bor. Normasi ham bor. Qizaloqlik past, qizaloqlik 75 bo'lishi kerak. Endi bildim, erim faqat san aqllisan, boshqalar ahmoq deb piching gap gapirishini tushundim bu testdan keyin. Darslarni ham eshitib chiqdingizmi jonim? Bir kun oldin men butun tanamni ochib chiqqandim-da, Kublada sog'lik bo'yicha. Shunga obostirena bergan, transformatsiya. E'tibor bermaysizlar, tozalanish ketyapti. Zaps tashlaysizmi? Zo'r bo'lyapti. Ha, Shahnoza, zaps tashlayman. Ammo uy ishlariga qarashadilar. Erkak shu uy ishlariga qarashi kerak. Erkak kishi ham siz bilan tekma-tek uy ishlariga qarashsa bo'ladi. Farzandlari bilan, farzandlariga qarashadi. Sal yarim eshitdim. To'liq eshitsangiz juda zo'r bo'ladi. U yerda jinsiy energiya haqida ham gapirganman. Erim menga bayramdan oldin sovg'alar berdi. Juda ham xursandman, tabriklayman. Sovg'alarga ochiq ekanligingizdan. Sovg'alar oladi, ma'shuqa oladi sovg'alarni. Xo'p, bo'lmasa kamerani yopaman. 5 minut tanaffus, qaytaman, illyustratsiyani boshlaymiz, xo'p? Bo'lmasa illyustratsiya qismini boshlaymiz. Rahmat kutib turganliklaringiz uchun. Oldingizga suv keltirib olib, o'tirib oling, yotib olsangiz ham mayli. Tayyorgarlik ko'rib oling. Ovoz yaxshi eshitilyapti-da. O'zingizni bo'sh qo'ying. Ko'zlarimiz ochiq holatda. Bugungi bag'ishlovni qabul qilamiz. Ozroq pasaytirib yuboring jonim, salgina.
bo'ladi, shunaqa. Ham bo'ladi. Butunlay yuraklarimiz borliq miqyosda ochilish ishga tushirilsin. Yuraklarimiz shu yerda o'tirgan har bir ayolni yuragi, butun borliq yer ayollarni yuraklari bilan birlashib, yagona yaratuvchini asl muqaddas yuragi bilan birlashib ketsin, ishga tushirilsin. Hozir biz muqaddas ayollik stansiyasiga ulanamiz. Muqaddas ayollikka, ayollik energiyalariga javob beruvchi mavjudotlar bilan, nur vladikalar bilan, avliyolar bilan ma'budalikka erishgan, mukammallikka erishgan ma'buda ayollik energiyalariga ulanamiz. Ayollikni o'zida taratuvchi sivilizatsiyalar bilan hamkorlik ishga tushirilyapti. Asl ayollik u qanday bo'ladi? Yagona yaratuvchi bizni yaratgandagi asl xislatlar. Bu xislatlarni biz yopib tashlaganmiz. Yer biz emas, yerdagi matritsa yopib tashlagan. Bugun asl ayollik tabiatini eslaymiz. Hozir muqaddas hamkorlikni ishga tushiramiz. Ma'buda ayollik energiyalari bilan, ayollikka javob beruvchi sivilizatsiyalar bilan, Lemuriya sivilizatsiyasi, Pleiadian sivilizatsiyasi, barcha ayollik energiyalarini o'zidan taratib turuvchi, ayollik energiyasi barq uruvchi, nurli mukammallikka erishgan ma'buda avliyo ayollar energiyalari bilan ulanamiz. Ma'buda energiyasi bilan ulanamiz. Ishga tushirilsin buyuk hamkorlik. Har birlari hozir oldimizga tushib kelishmoqda. Ayollikka javob beruvchi nur vladikalari hozirni o'zida bizga asl ayollik dunyolarini, asl uy chastotasini ochib berishmoqda. Go'zal tabiat, nozik tabiat, asl shaharlar, betakror go'zallikni ko'ryapsiz. Bu yerdagi go'zallik bari sizda mavjud. Siz betakror go'zalliksiz. Bu yerda barcha ayollar va barcha erkaklar birlik energiyasida yashashadi. Bu olamlarda bo'lish ongi mavjud emas. Bu olamlarda shaklga ahamiyat berish o'lchamlari mavjud emas. Har birimiz, har bir mavjudot asl birinchi proyeksiya holatida. Maskalar mavjud emas, o'yinlar mavjud emas, og'riqli ssenariylar mavjud emas. Faqat sevgi mavjud. Muqaddas yagona yaratuvchining shartsiz sevgisi. Shartsiz sevgisiga to'yingan asl missiya. Biz dunyoga ayol bo'lib, qizaloq bo'lib kelganimizda bizni yagona yaratuvchi aynan ayol qilib yaratganida bizni asosiy missiyamiz mana shu betakror go'zallikni, betakror sevgini, betakror yaratuvchini, barcha ayollik energiyalarini yer bilan ulash bo'lgan.
Biz yerga shu uchun tushirilganmiz. Asl ayollik energiyalari bu eng asosiy missiyamiz yerdagi. Biz yerga yuqori olamlardagi asl sevgini, shartsiz sevgini eslatish uchun kelganmiz. Bu yerda malaklar, parilar, go'zal, mukammallikka erishgan ayollar, ma'buda ayollar. Ular raqsga tushmoqda. Ayollik raqsiga. Siz ham ular bilan birga ayollik raqsiga tushishingiz mumkin. Go'zal ayollik raqsi. Ayollikni his qilish raqsi. Butunlay barcha markazlaringiz, barcha ayollikka javob beruvchi markazlar aktivlashgan holatda, birinchi chakrani aktivlashtirgan holatda raqsga tushyapsiz. Butun tanani his qilyapsiz. Mo'jizakor tanangizni ayollikka doir barcha organlaringizni, ko'kraklaringizni naqadar mukammal qilib yaratilganligingizni, nafis, yumshoqlik ekanligingizni yodingizga olyapsiz. Shartsiz sevgi qilib yaratilganligingizni, sizda ijodkorlik borligini eslayapsiz. Yuqoridan to'lqin tushirilmoqda. Asl ayollik to'lqinlari. Asl ayollik eliksiri bo'lib boshingizdan kirmoqda. Butun tanangizdagi bor hujayralarga tarqalyapti bu energiya va barcha energiyalaringizda, membranalaringizda, yadrolaringizda uyg'onyapti asl ayollik genlari. Qachonlardir siz bloklab qo'ygan, qachonlardir siz rad etgan asl ayollik genlari, asl ayollik hujayralari butunlay aktiv holatga kelyapti mana shu sevgi nurida. Yuqoridan yagona yaratuvchini asl quyosh energiyalari boshingizdan tushirilmoqda. Siz butunlay mana shu to'lqinga o'zingizni berib boring. Raqsga tushing. Asl ayollik raqsiga. Siz hozir bu yerda asl birinchi proyeksiya obrazdasiz. Asl ayollik obrazingizda barcha yerga doir bo'lgan programmalarni tark etishni boshlayapsiz. Og'riqli ayollikni yopish programmalarini. Muqaddas mavjudotlar sizni sochlaringizni silashmoqda. Yuraklaringizga tegishmoqda. Ayollik markazlaringizga tegib, nur vladikalari ayollik nuri bilan to'ldirmoqda. Siz butun tanangizni. Hozir biz ruxsat beramiz barcha ayollikni to'sib turgan bloklarni eritishga. Merkaba kemangiz hozirda aktivlashgan holatda. Agar Merkabani instantsiyasini qabul qilgan, bag'ishlovni qabul qilgan ayollarimiz bo'lsa oramizda Merkaba so'zini ishlatishlari mumkin. Merkaba butunlay aktiv holatda. Merkaba xizmatchilari sizni barcha aytganingizni, buyruqlaringizni bajarishadi. Agar Merkaba bag'ishlovni qabul qilmagan insonlar bo'lsa, ular shundoq Merkaba so'zini ishlatmasdan aytishlari mumkin.
takrorlaysiz, quloqlaringiz eshitsin. Merkabukot ilohiy ruh eritilinsin. Mendagi butunlay ayollikni yopib turuvchi bloklar, erkaklarga o'zimni isbotlash ongim, erkaklardan xafagarchiligim, ayolligimni rad etishim, ayol bo'lib yaratilganligimni rad etganligim, ayol jinsimdan noroziligim, jinsiy organlarimdan butunlay jirkanishim, butunlay ayolligimni rad etishim. Ayollik bu og'ir, ayollik bu og'riqli degan iqrorliklarimga javob beruvchi har bir programmalarim, har bir dasturlarim, har bir o'y-hayollarim, har bir hayotlarimda DNK, RNK darajasida muqaddas yaratuvchining shartsiz sevgi oqimida butunlay eritilinsin. Muqaddas yaratuvchining har bir nomlari bilan, ona palataning har bir nomlari bilan butunlay eritilinsin, tugatilinsin. Ayollikni rad etish ssenariylari butunlay yakunlansin. Jannat dunyolarida bir onda teleportatsiya qilinyapti. Teleportatsiya qilinsin. Hozirda sizni muqaddas ayollikka javob beruvchi mavjudotlar hovuzga yetishadi. Hovuz, bu hovuz butunlay yerga oid bo'lmagan oppoq sut bilan to'ldirilgan, atir gullar bilan, nafislik bilan to'ldirilgan. Kiring o'sha hovuzga. Butunlay boshingizdan quying suv. Butunlay yuvilib ketmoqda barcha g'uborlar. Butun tanani his qiling. Butun taningiz poklanyapti. Oppoq suvda, oppoq eliksirda. Bu eliksir xuddi oppoq sutga o'xshaydi, lekin sut emas. Bu eliksir o'zidan yaltiroq nurlar taratyapti. Yaltirovchi ayollik energiyalarni. Bu suvda har bir organingiz, har bir hujayralaringiz oziqlanyapti. Butunlay muqaddas oziqlanish jarayoni ishga tushirilyapti. Butunlay barbod qiluvchi, ayollikni rad etuvchi barcha kemtik nuqtalaringiz, hujayralaringiz, membranalaringiz, yadro hujayralaringiz yadrosigacha butunlay to'yinyapti. Butun teri yosharyapti, taranglashyapti. Asl go'zalligingiz, asl latofatingiz, asl yumshoqligingiz butunlay uyg'onyapti. Sochlaringiz o'zidan nur taratishni boshladi. Mayillashishni boshladi. Sochlaringiz uzunlashishni boshladi. Butunlay poklanyapsiz bu suvda. Asl birinchi proyeksiya holatiga o'tmoqdasiz. Butunlay matka tozalanyapti bu suvda. Qaysi hujayralaringizda, qaysi organlaringizda ayollikni rad etuvchi programmalar, dasturlar, chiplar, implantlar bo'lgan bo'lsa, har birini mavjudotlar birma-bir olib tashlashyapti. Har biringizni transpersonal ravishda alohida holatda bajarishyapti bu programmalarni ishlamni. Butunlay matka tozalanmoqda. Matka bu shunaqa organki, u yerda ayollikka doir energiyalar, erkaklikka doir alam, nafrat, sevgi har biri joylashgan bo'ladi. Matka bu sizni ikkinchi miyangiz.
Butunlay ayollikka javob beruvchi mavjudotlar, shifolovchi vladikalar sizni madhingizni shifolashmoqda. Hovuzdan chiqqaningizda ular sizga maxsus joy tayyorlashdi. Ustingizga oppoq libos kiygan holatda o'sha maxsus joyga yotishingiz mumkin. U yerda sizni kosmos laboratoriyasiga oid bo'lgan shifolovchi mavjudotlar madhingizni, butun tana a'zolaringizni shifolashmoqda. Madhadagi barcha kasallangan hujayralar shifolanish jarayonini amalga oshirmoqda. Ular operatsiyani amalga oshirishmoqda. Qayeringizda ayollikni rad etuvchi qaysi organingizda turgan bo'lsa, ular o'sha joydagi chiplarni, implantlarni olib muqaddas shifolashni ishga tushirmoqda. Va siz birga takrorlashingiz mumkin men bilan. Merkaba kod ilohiy ruh eritilinsin. Meni tanamdagi har bir implant, chip butunlay men o'z ruxsatimni beraman. Ilohiy shifolanish ishga tushirilsin. Har bir ayollikni rad etishga, erkaklarga jirkanishimga, ayollik organimdan, jinsiy energiyadan jirkanishimga, o'zimni barbod qilishimga, ayol sifatida, o'zimni oxirgi o'ringa qo'yishimda, ayollardan nafratlanishimga, borliq ayollarni sevolmasligimga, o'zimni sevolmaganligim uchun atrofga sevgi berolmasligimga javob beruvchi har bir programma butunlay yagona yaratuvchi nurida eritilinsin. Muqaddas shifolanish ishga tushirilsin. Bu shifolanish tunda ham sizda olib borishadi. Kechqurun ular kelishadi. Sizda muqaddas shifolanishni amalga oshirishadi. Madhingiz asl birinchi proyeksiya holati, taningiz asl birinchi proyeksiya holati ochib beriladi. O'z ruxsatingizni bering. Kechqurun kosmik laboratoriyasiga murojaat qilib yotganingizda butunlay taningiz asl birinchi proyeksiyasi ochib beriladi. Va bu mavjudotlar aytishyaptiki, sizga tanaga muhim vitaminlar kerakligini, tanamizga yetishmaydigan ozuqalarni, biologik qo'shimchalarni olishimiz haqida. Asl birinchi proyeksiyasini ochgan holatda, albatta, biz bilan uyg'un bo'lgan holatda o'z xizmatchilaringizga koordinata berganingizda ular buni sizga ochib berishadi. Asl birinchi proyeksiya mahsulotlarni albatta o'zingizga olib berishingizni, tanaga yordam kerakligini aytishyapti. Ular energetik tarafdan shifolashsa, siz o'zingizga moddiy tarafdan shifolashingiz kerakligini ular aytishmoqda. Albatta sizga bu vibratsiyalar, chastotalar berilmoqda. Hozirni o'zida siz qabul qilyapsiz. Bu chastotalarni zapsdan eshitasizmi yoki boshqa paytmi, vaqtsiz, masofasiz, qachon eshitsangiz ham bu o'sha onda sodir bo'layotgan bo'ladi. Hozir sizni muqaddas kosmik laboratoriyaga olib kirishmoqda. Ayollikka javob beruvchi vladikalar va u yerda sizni kapsulaga olib kirishadi. Bizada kapsulalar ko'p. 2 qator kapsulalar bor. Durli kapsula. Durli kapsula yuqorisida kamalaksimon nurlar, yerda uchratmagan ranglar, juda ham go'zallik taralyapti ularda. Hozir
kosmos laboratoriya xizmatchilari har biringizni transpersonal ravishda skanerdan o'tkazishmoqda. Sizni birinchi kapsulaga olib kirishmoqda. Birinchi kapsula bu donishmandlikka javob beradi. Bu kapsula butunlay sizni ilohiy donishmandligingizni, o'zingizga bo'lgan qadrsizlikni, platformalarni eritib ishga tushiradi. Asl birinchi proyeksiya platformalarini. Albatta bizni tanlovimiz orqali biz kodlarni aytamiz ularga. Yuqori mavjudotlar albatta sizni tanlovingiz orqali harakat qilishadi. Bizni tanlovimizsiz ular hech qanaqa bizda harakat qilisha olmaydi. Ular kutib turishadi. Biz ularga murojaat qilishimizni va ularga buyruq berishimizni, ular bilan hamkorlik tuzishimizni ularga aytishimizni. Hozir birinchi kapsulada bizni barcha donishmandlikka qarshi bo'lgan programmalarni eritishmoqda. Biz kod aytamiz. Merkabo kod ilohiy ruh eritilinsin. Barcha pul yo'llarimni to'sib turgan, ilm yo'llarimni to'sib turgan, talablarimni, iqtidorlarimni, donishmandlik yo'llarimni to'sib turgan barcha bloklar, barcha to'siqlar, barcha xotiramdagi, ongimdagi rushotkalar butunlay eritilinsin, tugatilinsin, yakunlansin, jannat dunyolarida teleportatsiya qilinsin, nuqtadan bir yagona ongda ochib berilinsin, markazlashtirilsin, hamohanglashtirilsin, to'g'irlansin, tekislansin, yer bilan ulansin. Ishga tushirilsin asl birinchi proyeksiya donishmandligim, qobiliyatlarimni namoyon qila olishim, o'zimga bo'lgan asl qadr eritilinsin butunlay. O'zimni ayollik qadrini his qila olmasligim, o'zimni ayol sifatida qadrlay olmasligim, turmush o'rtog'imni qadrlay olmasligim, farzandlarimni, hayotimdagi borliqni qadrlay olmasligim, borlig'imni qadrlay olmasligim, o'zimdagi bor ne'matlarni qadrlay olmasligimga javob beruvchi barcha programmalar ishga tushirilsin. O'zimni asl qadriyat sifatida yodga olishim, har bir inson, har bir yaratuqlik muqaddas qadriyat ekanligini, muqaddas ne'mat ekanligini yodimga olishim ishga tushirilsin. Kapsulada bir onda ishga tushirilyapti. Butunlay kapsulada ish ketyapti hozir. Butunlay barcha donishmandlikka, ilm yo'liga sizni to'sib turgan qo'rquvlar hammasi nurga aylanib ketyapti, butunlay yiritilmoqda. Merkabo kod ilohiy ruh ishga tushirilsin. Asl ma'budalik ongi, asl donishmandligim ochib berilsin, asl donoligim, adolatliligim, haqiqatni ko'ra olishim, his qila olishim, vaziyatlarga odillik bilan qara olishim, donishmandlik bilan vaziyatlarni ko'ra olishim, yecha olishim, nafislik bilan murojaat qila olishim hammaga, asl yumshoqligim, asl nazokatim, asl birinchi proyeksiya kiyimlarim, asl birinchi proyeksiya liboslarim ishga tushirilsin. Ayollik liboslari, ayollik zebu ziynatlari, ayollik taqinchoqlari, ayollik serobgarligi, ma'budalik serobgarligi butunlay ochib berilsin. Mana ongimda ishga tushirilsin, teleportatsiya qilinsin, jannat dunyolarida nuqtadan bir yagona ongda ochib berilsin, markazlashtirilsin, hamohanglashtirilsin, to'g'irlansin, tekislansin, yer bilan ulansin, har bir energiyalarni yerga ulansin.
yerga olaymiz har bir energiyani. Biz yana eritamiz, ishga tushiramiz. Bir vaqt o'zida kapsulada biz bilgan va bilmaganlarimiz erib ketyapti va ishga tushirilish jarayoni sodir bo'lyapti. Hozir yana biz eritilishi aytamiz. Ilmirka Bokotiloxiroq eritilinsin. Turmush o'rtog'imdan pul ololmasligim, o'zimni borligimni qadr olmasligim, o'zimni energiyalarimni pulga loyiq ko'rolmasligim, qullik ongim, o'zimni ayol sifatida sevolmasligim, o'zimga go'zal liboslar, o'zimni go'zalligimni yaratish uchun moddiyat yaratolmaslik kuchim, o'zimni sevimli kasbim yo'qligi, o'zimni sevimli soham yo'qligi, o'zimni oxirgi darajaga qo'yishimga javob beruvchi, hammadan oxiriga o'zimni qo'yishimga javob beruvchi barcha programma, barcha platforma, barcha gen, ajdodimdagi xotiralar, har bir hayotlarimda, parallel olamlarimda butunlay eritilinsin, tugatilinsin, yakunlansin, teleportatsiya qilinsin, jannat dunyolarida to'g'irlanib, tekislanib, bir sinfxonga keltirilib, yer bilan ulanyapti. Ishga tushirilsin. Asl birinchi proyeksiya loyiqligim. Asl birinchi proyeksiya talantlarim, g'oyalarimni yerga ulay olishim. Asl birinchi proyeksiya kasbim, missiyam, insonlarga bo'lgan xizmatim. Asl birinchi proyeksiya serobgarligim. Turmush o'rtog'im, farzandlarim bilan asl birinchi proyeksiya munosabat butunlay ishga tushirilyapti. Holatlaringiz qanaqa? Yozib yuboring. Yurakchala ulashib tursangiz bo'ladi. Kommentariyada ha Xolida zapis bo'ladi. Hozir sizni muqaddas xizmatchilik ikkinchi kapsulaga olishmoqda. Bu kapsulada sizni butunlay ijodkorlik, hissiyot, muza obraziga yopilgan barcha programmalar eritilinadi. Barcha to'siqlar, ongingizdagi to'siqlar, taningizdagi to'siqlar barchasi eritilinadi. Nur orqali eritilinyapti. Merkabo Kotiloxiroq biza kod aytamiz. Eritilinsin butunlay. Erkalanishni, sevishni, nozlanishni, yumshoqligimni yodimdan chiqarib qo'yishimga javob beruvchi barcha programmalar, qattiqlashishimga javob beruvchi barcha programmalar, erkaklarga o'zimni ko'rsatib qo'ygim kelishi, erkaklar bilan raqobatchilikka kirishib ketishimga javob beruvchi barcha platformalar, butunlay meni qattiqlashtirib qo'yayotgan erkaklar bilan tengma-teng janjal qilishim, so'kinishim, haqoratli so'zlarni aytishim, qattiq energiyalarda yashashimga javob beruvchi har bir vaziyat, har bir platforma, har bir og'ir shotkamdagi chiplar, implantlar, har bir kataklarimda, har bir o'y-xayollarimda, har bir nazarlarimda, har bir parallel o'lchamlarimda butunlay nurga, sevgiga, muqaddaslikka aylanib ketmaguncha eritilinsin.
Oltin ozuqa bilan to'yintirilsin, oltin olma bilan qoralari to'yintirilsin, oltin liboslar kiydirilsin, oltin oyoq kiyimlar kiydirilsin, teleportatsiya qilinsin, ishga tushirilsin. Asl yumshoqligim, asl nafisligim, asl hislarim, asl ijodkorligim, asl sevgini tarata olish kuchim, ichimda ayollik quyoshi ishga tushirilsin, teleportatsiya qilinsin jannat platformasida. Nuqtadan bir yagona oyna ochib berilsin, markazlashtirilsin, hamohanglashtirilsin, to'g'irlansin, tekislansin, yer bilan ulansin. Oyog'im muzlab qoldi. Da, bu tabiiy holat, protsess. Oyoqdan chiqib ketadi-ku programmalar. Endi 3-chi kapsulaga o'tamiz. 3-chi kapsula bu malaklikka, jinsiy energiyaga javob beradi. Bu yerda jinsiy energiyadan, tanamizdan, ayol bo'lib yaratilganimizdan jirkanishga javob beruvchi barcha platformalarni erib ketadi hozir mana shu kapsulada va ishga tushiriladi asl jinsiy energiya. Ayol bo'lib yaratilgandagi asl birinchi proyeksiya juftimiz bilan birlashish energiyasi. Orgazm holati ochib beriladi hozir shu yerda. Shifolanadi butunlay. Asl lazzat. Hayotdan lazzat olish. Butun borliqdan lazzat olish, ayolligidan lazzat olish, turmush o'rtog'i bilan birgalikda yashayotganidan lazzat olish, butun vaziyatlaridan lazzat olish ishga tushiriladi. Har bir jarayondan mazza qilish, lazzat olish, efir o'tganda, missiyani bajarayotganda, farzandlariga qarayotganda, har birida lazzatlanish ishga tushiriladi. Hozir kapsulada ishga tushirilmoqda. Bu kapsula shunga javob beradi. Hozir biz kod aytamiz. Merkaba kod ilohiy ruh eritilinsin. Butunlay ayollik jinsiy energiyadan jirkanishim, erkak bilan juftlashishdan jirkanishim, ko'payish energiyalarini rad etishim, uyalishim, uyat energiyalari, erimdan uyalishim, tortinishim, erkaklardan uyalishim, tortinishim, erkaklarga qalbimni yopib qo'yganim, qachonlardir jinsiy energiya jirkanchlik, ayol bo'lib yaratilganim jirkanchlik, o'zimni tanamdagi jarayonlarni rad etishim, o'zimni tanamdagi jarayonlar bilan kurashishim, ayollikka doir bo'lgan barcha fiziologik o'zgarishlarni qabul qila olmasligim. Ayollik shunchalik ham og'ir bo'ladimi? Nega ayol bo'lib yaratilindim? Ayollar hamma og'riqni ayol kishi his qiladi. Tug'ruqni ham ayollar his qiladi. Nega ayollarga buncha og'riq berilgan degan barcha so'rovlarimga javob beruvchi fikrlar, barcha matritsa fikrlari butunlay eritilinsin, yakunlansin, tugatilinsin har bir ssenariy. Teleportatsiya qilinyapti. Muqaddas Merkaba qo'riqchilari bir onda buni bajarishmoqda. Merkabada bir onda yer ketmoqda. Ishga tushiramiz hozir. Merkaba kod ilohiy ochib berilsin. Asl seks energiya, lazzatlanish. Asl lazzatlanish. Asl quvonch, asl kulgu, shartsiz kulgu, xoxolab kulish, sharaqlab kulish. Asl yaraqlash. Erkin tuta olish, o'z tanasiga bo'lgan sevgi.
o'zini ayoliga bo'lgan sevgi, ijodkorlik, jinsiy energiyada ijod qilish, jinsiy energiyani muqaddas lazzat sifatida yerdagi farishtalar har bir onda his qiladigan o'sha lazzat ekanligini yodga olishim, ishga tushirilsin. Har bir onimda aloqa qilayotganligim borliq bilan asl vasl holatini his qila olishim ishga tushirilsin. Turmush o'rtog'im bilan asl birinchi proyeksiya vasl holati ochib berilsin. Xuddi yosh kelin-kuyovlardek sevilish, sevish, erkalanish, bir-biridan uyalmaslik, butunlay qalbim ochilish ishga tushirilsin. Erkaklarga bo'lgan butunlay sevgi ochib berilsin. Teleportatsiya qilinsin jannat dunyolarida nuqtadan bir yagona ochib berilsin, markazlashtirilsin, hamohanglashtirilsin. Yer bilan ulansin barcha energiyalar to'g'rilangan, tekislangan holatda, uyg'unlashtirilgan holatda. Merkaba ilohiy ruh eritilinsin. Meni ongimda ajdodlarimdagi ayollarni barcha fikrlari, ajdoddagi ayollarimiz butunlay ayollikni o'zidan yopishganligi, ayolligini unutganlik xotiralari. Onam ismini aytasiz, buvim ismini aytasiz. Barcha ajdodimdagi ayollarni jinsiy energiyadan jirkanishga joy beruvchi barcha vaziyatlar eritilinsin, tugatilsin, yakunlansin. Muqaddas lazzatlanish ishga tushirilsin. Har bir onda muqaddas minnatdorlik, muqaddas lazzat har bir soniyada ishga tushirilsin. Jannat platformasida teleportatsiya qilinsin. Sovg'alarga ochiqlik, gullarga loyiq ko'rish, barcha erkaklardan sovg'a olish, loyiqlik hissi ishga tushirilsin, teleportatsiya qilinsin. Har bir borliq erkaklari butunlay borliq erkaklariga qalb ochilishi ishga tushirilsin. Butunlay bo'lish ongi eritilinsin. Mani ongimda takrorlayapsiz men bilan birga. Sizni ongingizda butunlay erkaklarni bo'lish energiyasi eritilmoqda. Endi 4-chi kapsulaga o'tamiz. 4-chi kapsula bu onalik energiyasi, bekalik energiyasi, issiqlik energiyasi, ilohiy tartib, intizom energiyasi, asl tarbiya energiyasi. Hozir sizda butunlay barbod qiluvchi tarbiyaga javob beruvchi platformalar eritilyapti. Farzandlarni barbod qilish, o'zini barbod qilish, shu orqali uyini barbod qilish. Ayol barbod bo'lgan holatda bo'lsa, uyi ham barbod bo'lgan holatga keladi. Erkak, farzandlar barbod bo'lishni boshlaydi. Ayol o'zini vayron qilishni boshlasa, hamma vayron bo'lishni boshlaydi. Merkaba ilohiy ruh eritilinsin. O'zimni hamma narsada majburlashim, o'zimni uy ishlariga majburlashim, farzandlarimga yaxshi ona bo'lishim kerak deb o'zimni majburlashim, erimni oldidagi xizmatlarimni majburlash ongida, qullik ongida bajarishimga joy beruvchi har bir platforma, gen, o'y-xayol, onam ismini aytasiz dan o'tgan, ajdod ayollarimdan o'tib kelayotgan barcha qullik ongi ssenariylari eritilinsin. Teleportatsiya qilinsin.
ishga tushirilinsam, asl onalik xizmatim farzandlarim oldida, asl ayollik xizmatim turmush o'rtog'im oldida ismini aytsangiz bo'ladi. Uyimdagi asl tartiblilik holati, uyimdagi asl go'zallik, asl chiroy holati. Yaratingsiz, yaratuvchisiz. Uyingiz qanday ko'rinishda bo'lishini xohlaysiz? Farzandlaringiz qanday kiyimda bo'lishini xohlaysiz? Barcha bo'lish ongi, barcha egoga joy beruvchi, barcha istaklar eritilinsin. Mani ongimdagi barcha barbod qiluvchi platformalar eritilinsin. Butunlay erib ketyapti. Bu kapsulada aytgan zahotingiz erib ketyapti. Butunlay erib oyoqlaringiz uchidan tushib ketyapti pastga. Yerga ulanib ketyapti. Eritilinsin. Uyimni to'zg'iganlik holati. Uyimni toza ozoda saqlolmaslik holatim. O'zimni majburlashim. Uyimda ilohiy tartib yo'qligi. O'y-hayollarimda ilohiy tartib yo'qligi. Hammaga ona bo'lib olganim. O'zimga g'amxo'rlik qilmasdan turib hammaga g'amxo'rlik qilishim. O'zimni sevmasdan turib hammadan sevgi olishim. O'zimni sevmasdan turib bu sevgini boshqalardan olmoqchi bo'lishimga joy beruvchi har bir platforma gen eritilinsin, tugatilinsin, yakunlansin. Har bir ssenariy ishga tushirilsin. Asl o'zimga bo'lgan sevgi. Uyimning asl birinchi proyeksiya holati. Uyimning asl birinchi proyeksiya go'zalligi, tarovati, asl birinchi proyeksiya jihozlarim holati. Asl birinchi proyeksiya kiyimlarim, asl birinchi proyeksiya bolalarimni kiyimlari. Asl birinchi proyeksiya uyimni jihozlashim. Asl birinchi proyeksiya mashinam, asl birinchi proyeksiya hovli. Ishga tushirilsin, deportatsiya qilinsin. Jannat riyollarida. Uyimning har bir burchagida barcha izobiliya potoklarni ochib qo'yamiz. Barcha pulga joy beruvchi mavjudotlar siz uyingizda potoklarni ochib qo'yishmoqda. Siz ochasiz har kuni. Uyingizda hamma eshiklarni ochib qo'ying. Pulli ilohiy kassaga. Albatta, siz uyingizni qulay holatga keltirishingiz uchun sizga yer planetasida pul kerak bo'ladi. Asl birinchi proyeksiya uyimni qulay holati, shinam holati. O'zimga qulaylik yarata olishim har bir jarayonda. O'zimni barbod qilishga doir barcha energiyalar butunlay tugatilinsin, eritilinsin, yakunlansin. Har bir daryolarimda, har bir qavatlarimda ishga tushirilsin. Asl ayollik, asl sevgi, asl lazzat butunlay ishga tushirilyapti. Muqaddas kapsulada butunlay eritilinish, ishga tushirilish holatlari amalga oshirib bo'lindi. Kechqurun mana shu instansiyani eshitib, haftada 5 kun, 4 kun eshitib, bajarib, kechqurun muqaddas kapsulada uxlasangiz bo'ladi. Ayollikka jon beruvchi kapsulada. Har kuni uyingizda portallarni ochib qo'ying. Instatsiya qabul qilindi. Tugatdik. Jarayonlar qanaqa yozib yuboring. Instatsiya sizlarga ma'qul keldimi, yoqdimi? Qanaqa protsesslar bo'ldi? Tugatamiz hozir efirda. Qanaqa bo'ldi jarayonlar? Sizga yoqdimi instatsiya? Qanaqadir og'riqlar ko'tarilindimi? Bajara oldingizmi? Uxlab qolmadingizmi? Yozib yuboring menga. Keyin tugatamiz. Sizni holatingizni bilib oling, keyin tugatamiz jarayonlarni.
Manimcha hamma iftorlikka tayyorgarlik ko'rish bilan band shekilli-da. Yoqdi debdilar. Bu instansiya to'liq aktivlashgan holatga sal isidi. Ha, iliqlik bo'lishi tabiiy sizda. Bu instantsiyani har kuni eshitasiz. Har kuni bir martadan eshitib borasiz. Bir marta, ikki marta, kuniga 2-3 marta eshitsangiz ham juda tez aktivlashadi asal ayollik. Ayollikka rosa katta transformatsiya bo'ladi sizda. Har bir poliyada ayollik bo'yicha darsni eshitasiz, keyin instantsiyani eshitasiz. Sizlarga sovg'am yoqqanidan xursandman. Judayam xursandman sizlarga sovg'am yoqqanidan. Har birlaringizni 8-mart go'zal, muqaddas ayollarni bayram bilan tabriklayman. Har biringiz mani opa-singlimsiz. Har biringiz bilan biza qarindoshmiz. Har birimiz bachadon kasalliklar ham instansiya o'tkazib bering debdilar. Xo'p jonim, o'tkazamiz. Ayollik bo'yicha man kurs qilmoqchiman. Yangi proyekt 3 kunlik jonli hamda onlayn shu rejam bor. O'shanda bachadon bilan ham ishlaymiz. Juda katta mavzuda, bu kichkina mavzu emas, bu ayollik juda katta mavzu, transformatsiya bervoradigan mavzu. Pullaga, erkak bilan sevgiga, jinsiy energiyaga butunlay ochib yuboradigan mavzu bu. Mana shu bugungi efirda ham eshitsangiz juda katta natija olasiz. Kechirasizlar. Chin qalbimdan sizga sovg'am. Bayramni yaxshi o'tkazing. O'zingizga sovg'alar oling. Yaqinlaringizga, ayollarga sovg'a oling. Har biringizni tabriklayman. Har biringizni quchib qolaman. Qalblaringizdan, yuraklaringizdan o'pib qolaman. Yaxshi ko'raman sizlarni. Hozir mana bittagina video olib qo'ying Instagram uchun. Keyin tugatamiz. Mana bizada hozirgina ayollik betakror nafis ayollikni ochish bo'yicha jonli efirimiz bo'lib o'tdi Telegramda sovg'a tariqasida. Har biringiz mana shu sovg'a efirni eshitib chiqing. Kirolmaganlar, kirganlarni man tabriklayman. Siz ham qayta eshitib chiqing. Har biringizni qutlab qolaman ertangi 8-mart bayrami bilan. Sizga chin qalbimdan sevgi, baxt, asl ayollik olamlarini ochilishini tilab qolaman. Sevaman hammangizni. Sog' bo'ling.